Fu. Terlab ketgan juda shu. Mana shu kelingani pashshag'anani. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Yaxshimisizlar azizlar? Biz har kuni ertalab soat 9:30 lar atrofida mana shu pashshag'analar, pastki dugalarni ochib chiqamiz. Nimaga? Chunki o'tgan yil bulutli kun bo'lgan paytlari ochmaganman men. Ochmaganim hisobiga qoradog' chorniy noshga kasalligi tushgan va u kasallik to kunlar isib bahor fasli kelguncha bizni juda qiynagan. Shu sababli mana shunday bulutli kunlarda ham ochishni o'zimizga vazifa qilib olganmiz. Har kuni ertalab 9:30 larda ochiladi, kechki payt shom oldi, asr paytlar yopiladi. Mana shu tayoq yordamida ochamiz, qo'lda yopamiz. Bu duga bizga tandir vazifasini bajaradi-da. Misol uchun kun qizigan payti, misol issiq ketishidan oldin buni yopib olsangiz, ertalabgacha shu issiq qisman turadi. Issiq havo chiqib ketmaydi-da. Mana shu yer qizigan bo'ladi. Shu bilan ertalabgacha shu issiq bilan chiqadi ertalabgacha. Shu kunlarda bizga internetni ob-havo haqida berayotgan ma'lumotlarga qaraganda ertadan keyin 22-23 yanvar kunlari sovuq ko'rsatyapti bizda. 5 gradus kechqurun -5, -8 gradus ko'rsatyapti. Endi bunga qanday chiqishni o'ylab turibman. Hali bu haqida ham video olib chiqaman. Keyingi videolarni ham kuzatib boring. Bugun ertalab mana shu gradusimiz shu yerda turadi. Kelib qaraganimda 0 gradusga turgan ekan. Pastki dugan tagida ham. Hozir necha bo'lgan? Bilmadim. Hozir 6 gradus ekan. Ko'rib turgan bo'lsalaringiz, mana yana bir marta ko'rsataman. 6 gradusga turibdi. 0 gradusga turgan ekan. Endi shu kechani -2mi, -1mi ko'rsatgandida. Pomidor esa 4-3 graduslarda sovuq uradi. Endi 8 gradusni tasavvur qilavering. -8 gradusni. Lekin shunday bir reja bor buni olib chiqishlar. Xudo avvalambor o'zi sog'-salomat shu sovuqdan o'tishni o'zi nasib qilsin. Pomidor ham xuddi inson kabida. Insonga ham kislorod kerak bo'lgani kabi. Bunga ham kislorod kerak. Buni ochish kerak. Qancha shamollatsangiz shuncha yaxshi o'zgaradi. Nafas olsa. Bir ishni o'ylaysiz-ku, uni kamchiliklarini, minus taraflarini o'ylab qilmaysiz. Lekin aslida shu ishni qilib ko'rish kerak. Xato va kamchiliklar, to'siqlar yo'lda yengib o'tiladi. Men ham teplitsa qilib pomidor ekib asta tajribalar oshyapti. Nima qilsa nima bo'ladi? Dehqonlarni kuzatib, agronomlarni kuzatib bilib boryapmiz. Mana biz ham pashshag'anani bilmaganmiz. Buni terlamaydigan sifatlari ham bo'lar ekan, terlamaydigani ham. Mana bizni pashshag'anamiz terlagan. Xuddi shunday kunlarda terlamaydigani ham bo'lar ekan. Mana hozir oldiga borib suv tushishini bir ko'rasizlar bunda. Terlab qoldi.
Bu kim mayli? Narki taraflar narki boshi juda terlagan, hozir ko'rsataman. Ana buni qarang, terlaganni. Fu. Terlab ketgan juda. Mana shu klingani pashshag'anani terlamaydigani ham bo'lar ekan. Shu pashshag'ana qilishdan oldin, klinkasini olishdan oldin shu narsalarga e'tibor berishingizni so'rab qolardik.